Mavzuyimiz professor-o'qituvchilar faoliyatini baholashning samaradorlik ko'rsatkichlari KPI tizimi. Reja. Professor-o'qituvchilar faoliyatini baholashda KPI tizimining mazmuni va ahamiyati. Ikkinchi reja. Pedagogik faoliyat samaradorligini belgilovchi asosiy KPI ko'rsatkichlari. Uchinchi reja. KPI tizimini ta'lim jarayoniga joriy etish tamoyillari va natijadorligini oshirish yo'llari. Professor-o'qituvchilar faoliyatini baholashning zamonaviy tizimlari orasida KPI ya'ni kalit samaradorlik ko'rsatkichlari tizimi hozirgi kunda ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchi faoliyatini aniq va shaffof mezonlar asosida baholashning eng samarali mexanizmlaridan biri sifatida tan olinmoqda. KPI tizimi an'anaviy baholash yondashuvlaridan farqli ravishda faqat jarayonni emas, balki natijani ham markazga qo'yadi. Bu tizimda o'qituvchining ma'ruzalar sifati, amaliy mashg'ulotlar samaradorligi, ilmiy tadqiqot ishlari, nashrlar soni, talabalar bilan ishlash darajasi, innovatsion faoliyati, malaka oshirish jarayonlari va raqamli ta'lim resurslaridan foydalanish qamrovi kabi ko'rsatkichlar o'lchov mezoni bo'lib xizmat qiladi. Ta'lim tizimida ushbu yondashuvning ahamiyati bir nechta omillar bilan izohlanadi. Birinchi, KPI professor-o'qituvchilarning o'z ustida ishlashni rag'batlantiradi. Har bir ko'rsatkich mezoni oldindan belgilangan bo'lib, baholash jarayoni subyektiv fikrlariga emas, balki konkret natijalarga tayanadi. KPI tizimi strategik rivojlantirishning muhim qismi hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasasi rahbariyati aynan qaysi yo'nalishlarda natija past yoki yuqori ekanini aniq biladi va kelgusida rivojlanish strategiyasini ilmiy asoslangan holda belgilaydi. KPI tizimining yana bir muhim jihati u ta'lim muassasaslarida samaradorlik madaniyatini shakllantiradi. Natija, sifat, mas'uliyat va o'z ustida ishlash madaniyati kuchayadi. O'qituvchilar nafaqat o'z fanidan yuqori malakaga ega bo'lish, balki ta'lim jarayonini yangilash, innovatsion metodlarni joriy etish orqali ham farqlanadi. Shuningdek, KPI talabalarning ham sifatli ta'lim olishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi, chunki o'qituvchi o'z natijalarini oshirish maqsadida dars jarayonini takomillashtiradi.